O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari yosh chegarachilar harbiy akademik litseyiga o'qishga taklif etamiz. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida o'z faoliyatini olib borayotgan O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari tasarrufidagi yosh chegarachilar harbiy akademik litseyiga 2025-2026 o'quv yili uchun nomzodlarni qabul qilish boshlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 11-avgustdagi 473-sonli yosh chegarachilar harbiy akademik litseyi faoliyatini tashkil etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga ko'ra, mazkur litseyda o'qish istagini bildirgan nomzodlar uchun dastlabki tanlov ularning arizalari asosida yashash joyi bo'yicha tuman, shahar mudofaa ishlari bo'yicha bo'limlarida o'tkazilar edi. Joriy yildan esa O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 20-yanvardagi 38-sonli O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga yosh chegarachilar harbiy akademik litseyiga o'quvchilarni saralab olish tartibini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirishlar va qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qaroriga muvofiq litseyning qabul tartibiga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Quyida sizlarni ushbu qarorga muvofiq yangi tartibda boshlanayotgan qabul jarayonlari haqidagi ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tamiz. Yosh chegarachilar harbiy akademik litseyda o'qish davomiyligi 2 yil bo'lib, joriy yilda umumta'lim va ixtisoslashtirilgan maktab-internat maktablarining 9-sinfida tahsil olayotgan, sog'ligining holatiga ko'ra o'qishga yaroqli deb topilgan hamda haqqoniy va shaffoflik tamoyillariga asoslangan saralash tadbirlaridan muvaffaqiyatli o'tgan o'g'il bolalar O'zbekiston Respublikasining fuqarolari o'qishga qabul qilinadi. Yosh chegarachilar harbiy akademik litseyiga o'qishga kirish istagini bildirgan yoshlar ariza bilan yashash va o'qish joyi bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy qism va bo'linmalari, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati hududiy boshqarmalarining bo'linmalari, tuman va shahar bo'linmalariga joriy yilning 5-sentyabridan 5-oktyabriga qadar murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Arizada o'zingiz tanlagan aniq yoki ijtimoiy gumanitar fanlar ta'lim yo'nalishini ko'rsatishingiz talab etiladi. Nomzodlar dastlabki va harbiy kasbiy tanlovlardan muvaffaqiyatli o'tganlaridan so'ng test sinovlariga qo'yiladi. Test topshiriqlari umumiy o'rta ta'lim fanlarining 5-9 sinflari kesimida davlat ta'lim standartlariga muvofiq tuzilib, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan o'rnatilgan tartibda o'tkaziladi. Nomzodlar test sinovlarini o'z ixtiyorlariga ko'ra 3 tilning birida o'zbek, qoraqalpoq va rus tillarida o'zlari tanlagan aniq yoki ijtimoiy gumanitar fanlar ta'lim yo'nalishiga topshirishlari mumkin. O'quvchilar yotoqxona, harbiy kiyim-bosh va oziq-ovqat bilan ta'minlanadi. Mazkur litsey bitiruvchilariga quyidagi imtiyozlar beriladi. Yosh chegarachilar harbiy akademik litseyini imtiyozli diplom bilan tugatganlarga ta'lim yo'nalishiga qarab Amir Temur nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasi yoki Qurolli kuchlar akademiyasi chegara fakultetiga test sinovlarsiz kirish huquqi beriladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy va ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalariga o'qishga kirishda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan o'tkaziladigan test sinovlarida o'zlari to'plagan ballarining 30% miqdorida, respublikaning boshqa davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishda esa o'zlari to'plagan ballarining 15% miqdorida qo'shimcha ballar beriladi. Bundan tashqari bitiruvchilar B va C toifali haydovchilik guvohnomasini olish uchun ham o'qitiladi. Shuningdek, dastlabki va harbiy kasbiy tanlashdan muvaffaqiyatli o'tgan quyidagi nomzodlar yosh chegarachilar harbiy akademik litseyiga test sinovlarsiz o'qishga qabul qilinadi. Xalqaro va respublika fan olimpiadalarining g'oliblari belgilangan qabul kvotasi doirasida o'z xizmat vazifalarini bajarish chog'ida halok bo'lgan yoki jarohatlanish, shikastlanish natijasida nogiron bo'lib qolgan harbiy xizmatchilarning farzandlari, kvotadan tashqari yetim, ota-ona qarovisiz qolgan, davlat va jamiyat ko'magiga muhtoj bo'lgan, joriy yilda umumta'lim maktablarining 9-sinfida tahsil olayotgan, voyaga yetmagan yoshlar bilan ishlash bo'yicha hududiy idoralar aro komissiya tavsiyasi hamda davlat xavfsizlik xizmati rahbariyatining qarorlari asosida kvotadan tashqari belgilangan kvotaning 5% dan ko'p bo'lmagan miqdorda. Shu bilan bir qatorda Sport vazirligi rahbarligida o'tkazilayotgan respublika va xalqaro sport musobaqalarining g'oliblariga O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan litseyga kirish uchun o'tkaziladigan test sinovlarida ular to'plagan ballarning 20% miqdoridagi qo'shimcha ballar ko'rinishida imtiyoz beriladi. Yosh chegarachilar harbiy akademik litseyining manzili Surxondaryo viloyati Termiz shahri
Sharof Rashidov ko'chasi, 35-uy. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon 55 kodi bilan 452 44 56. Hurmatli yoshlar, imkoniyatdan unumli foydalaning.